Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ko'pchilikka qiziq bo'lgan, ya'ni Androidda iPhone ekosistemasini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga iPhone launcher kerak bo'ladi. Buni Play Marketdan topishimiz mumkin. Men topgan eng yaxshilaridan biri shu bo'ldi. Kiraman. Keyin connect deyapti, ya'ni ruxsatlari beryapti, tushunarli. Tilni tanlaymiz. Ingliz tilini tanlab qo'yamiz biz. Xo'p. Connect. Endi kerakli ruxsatlarni berib chiqamiz. Xo'p. Bu yerda mana ruxsat. Keyin yana ruxsat. Xo'p, setting deyapti, ya'ni o'rnatilyapti. Optimizating, yana connect. Tushuntiryapti, yuqoridan tushirsak bildirishnomani hozir to'liq ularni o'tkazib olamiz, keyin tushuntiraman o'zim. Xo'p, yana ruxsat so'rayapti, ya'ni bildirishnomlarga kirishga ruxsat beramiz, galeriyaga kirishga ruxsat beramiz. Xo'p, endi mana bu yerda tizimni o'tkazdik. Lighter. Xo'p. Endi buni qanday ishlatamiz? O'ng tarafdan tushirsak, panelni ko'ramiz, boshqaruv panelini. Chap tarafdan bildirishnomalarni ko'ramiz. Endi mana bu yerda hozir ekran yozib olish qilib turibdi. Keyin bizga yordamchi paneli keladi. Bunda device qurilmaga kirsak bo'ladi, screenshot qilsak bo'ladi. Neyse, hozir home padga kirsak bo'ladi. Ya'ni uyga qaytadi. Misol uchun qanaqadir dasturda tursak, misol uchun kalkulyatorda turgan bo'lsa, buni bu yerdan homeni bossak, bosh panelga qaytarib qo'yadi. Bu deyarli ishlatilmaydi. Misol uchun unga qanday bilmadim, misol kerak bo'lsa ishlatishingiz mumkin. Bildirishnomlarga tushiradi, bu ham shu vazifani bajaradi. Endi ular bu yerda keyingisi mana tushuntiryapti. Papkalar, iPhone'dagidek bo'ldi. Papkalar chiqarib qo'yadi. Ijtimoiy deyapti. Bu yerda kreativni, ya'ni rasm, shunga o'xshash narsalar. Bu yerda internet, ya'ni instrumentlar, yana musik, travel, sayohat, o'yin va boshqalar, o'sha narsalar hammasi turibdi. Mana bu yerdan qidirishingiz ham mumkin, ya'ni o'tgandan keyin oxirgi panel pastga tortsangiz turib bo'lib chiqqan ilovalarni, misol uchun Telegram. Mana Telegram chiqarib berdi bizga. Hokazo. Endi bu yerda chap tarafda batareya foizini ko'rsatib turadi, bu yerda galereyada rasmlarni ko'rsatib turadi. Yana o'zgartirish ham mumkin. Editni bosamiz, soatni qo'shishimiz mumkin. Xo'p. Yana nimalar bor bu yerda qo'shishga? Plusni bosamiz, ob-havoni qo'shishimiz mumkin. Endi internetga ulansa keyin ko'rsatadi ob-havoni. Hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Joylashuvga ruxsat berib, hokazo. Xo'p, misol uchun bu yerda soatni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Budilnik vaqtlarini bu yerda o'sha hafta kunlari o'zingiz belgilashingiz mumkin. Mana bunaqa neobechniy soatlar. Xo'p, biz mana bu soatni qo'shib qo'yamiz. Misol o'zgartiramiz. Bu yerdan o'zgartirsa bo'lar ekan. Raqamlarni ko'rsattiramiz. Qorong'u rejim bilan moslashtirish, bu yoniq turaversin. Xo'p, saqlash. Mana do'stlar, widgetlarni ham qo'shdik. Xo'p, soat yana harakatlanib animatsiya berib turibdi. Buguncha shu. Agar xohlasangiz, kommentariylarda yozib qoldirsangiz, keyingi videoda kamera ustiga dinamik amaliyot, ya'ni orolcha, dinamik orolchani o'rnatishni ko'rsataman. Deyarli iPhone bilan bir xil bo'ladi telefoningiz. U ham oson juda, Play Marketda bor. Hammaga rahmat. Video kerakli bo'lgan bo'lsa saqlab qo'ying, like bosishni unutmang.